Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Beruniy Ofi mustaqillikdanmiz. Bugungi video obzorimiz mana shu boy ota. Salovoy bo'ladi. Mana plakatlarda yozilib turibdi. Orientirlar shu paxta zavodidan ketganda stroy materialning yanında joylashgan bo'ladi. Bu yerda hozir o'zgarishlar katta deydi. Bu o'zgarishlar bo'lar ekan bir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kanalimizga yangi bo'lsangiz bir like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib, mana endi qishki sezon keldi, bemalol o'tiribsizlar. Mangallar var, shashliklar bilan. Bismillah. Kirishimizda. Tak, bu yerda eng birinchi desertlar bor ekan. Misol uchun azonda zavtraqqa ko'pchilik mana birovini bir odam to'ysa bo'ladi ekan. Ertalab shu choy bilan shu yerga kelib o'tirib, yeb ichib ketsanglar bo'ladi. Ichimliklar hammasi mavjud. Hurmatli kuzatuvchilarimizda birinchi xona bo'ladi bu mana. Shart-sharoitlarga ega, pesh bor. Misol uchun azonda keladigan bo'lsanglar, ertaroq aytib qo'yadigan bo'lsanglar, peshga o'tyapti qo'yadi. Soat 10 da boraman desanglar, misol uchun 8 da telefon etib qo'ysanglar, ertalabki 10 da kelaman desanglar, shuga peshga o'tyapti qo'yadi. Kechqurun atak любой время o't yonib turadi. Kelaverasizlar. Keyingi xonamiz. Pesh bor xonalarda. Mana o'tirib bemalol shu yerda yeb ichib ketaverasizlar o'rtoqlarimizdan kelib. Bu xonalarimizni ko'rsatamiz. Shu yerda o'tirsanglar bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana xonalarda pesh hammasi bormi? Kelasizlar, misol uchun men borajaqman deb turib, ertaroq telefon etib aytib qo'ysanglar, 1 soat yoki 2 soat burun shuga sizlar uchun joy ajratiladi. 10 kishi yoki 7 kishi shuga kelaman deb telefon etib aytib qo'ysanglar, ekranda nomerlar yozilib turadi. Dastlabki xizmatlari bor. Bu yerda tandir tovuq, pelmen, asma sho'rva, ko'rtuklar bor zakazga. Telefon etib zakaz berib qo'ysanglar, misol uchun sizlarga shu necha kishiligini qarab pishirib beriladi. Desertlar bor. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda uslug olinmaydi. Xizmat ko'rsatgani tekin. Kelasizlar, faqat yeb ichganlaringizga pul to'laysizlar bo'lgan. Bu sirtdagi отдельный xonamiz bo'ladi. Mana kelasizlar, misol uchun bu yerda pesh yo'q xonalarda pechga qo'yib, ertaroq telefon etib aytib qo'ysanglar, salqinda o'tirmaysizlar. Isitib qo'yadi. 1 soat 2 soat burun biz boramiz shu yerga bir xona, misol uchun hozir xonalarimiz sanit deb aytadi bular. Shunda mana pesh yo'q xona bo'lavermaydigan bo'lsa, pechga qo'yib, isitib qo'yadi. Sizlarning shu yerda issiq o'tirishingizni ta'minlaydi. Bu yerda zakaznoy tortlar ham bor ekan, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Zakazga tort tayyorlab beriladi. Telefon etib aytasizlar, razmerini qarab, yanda ko'lamini qarab, puli kelib chiqadi. Necha so'mlik birovga tumaloq kerak bo'ladi, birovga 40 lik kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana tovuq tayin holatda 708 gram keladigan. Shu turishi 55 ming so'm. Misol uchun svejiy vaqtida yeyman deyotgan bo'lsanglar, 1 soat 2 soat burun aytib qo'ysanglar yoki bir kun burun, mana shu kunga tovuq kerak, palanday dana deyotgan bo'lsanglar, dastlabkisi ham bor. Telefon nomerlarini qo'yamiz har doimgidek. Aparib ham beriladi shu tovuq dastlabkilari bilan. Kiloga bo'lsa, kiloga 70 ming so'm ekan. 1 kilosi. Misol uchun hurmatli kuzatuvchilarimiz, shu hozir bar deserti. Shu qolganida boshqa turlar desertlar ham bor, xil-xillari. O'zingiz aytasizlar, shunda desert kerak desanglar, kofe, choy, cappuccino, turli kofelar bor. 3 в 1. Bismillah, bu zal bo'ladi mana. Buni sizlarga 50 kishiga mo'ljallangan bo'ladi bu zal. Keyin turib, misol uchun shu necha xonasi bo'lsa, shu bemalol telefonlashib aytsanglar, arendaga beriladi. Bir oydan keyin yoki bir kunga shu yerda gaplashib olaverasizlar. Yoshlar katta, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana telefon nomer. Dastlabki shu mashina bilan bo'ladi. 100 ming so'mdan o'tsa, uslug yo'q. Dastlabkini olib beradi. Dastlabki besplatniy bo'ladi. Bergan zakazlaringiz 100 ming so'mdan o'tsa, dastlabki besplatniy olib beriladi mana. Boy ota. Mana shu mashinada bo'ladi dastlabki. Bemalol murojaat qilib, shu yerda yeb ichib, uydan chiqmay yeb ichib olsa bo'ladi mana dastlabki bilan. Ya bu yerga kelishga men netaman deyotgan bo'lsanglar. Vaqt yo'q yoki bir ochiq ishda srochniy bo'lib qolgan bo'lsa, bemalol mana